agar sizni mashinangiz ham svetoforda turganingizda, konteyner yoqqan paytda qo'zg'alayotganda sizni uyaltirayotgan bo'lsa, g'ijinlab birlab ovoz chiqayotgan bo'lsa, xullas akalar, bu ustani qo'ygan videosi bilan bitta problemani mana shu Gentrani egasi hal qilib olyapti. Foydali bo'lyapti-da bu narsa. Bu kontent foydali bo'lib turganini ko'rsatmoqchimiz sizlar. Aka, Roshan aka eshitdingizmi generatorni? Mana ko'ryapsizlarmi aka? Nima bo'lib ketgan? Qizig'ini qarang. Shkipni svarka qilib olgan bular rolli pachinilar to'kilib ketgan. Buni svarka qilib bo'lmaydi. Buni iloji boricha Xitoydagi bo'lsa ham yangisini qo'ysa uzoq yashayveradi. Shu. Buni svarka qilib yuboribdi-da. Bu xato qilgan. Svarka qilish umuman mumkin emas. Keyin aylanganda shkipni Lapanlash ham bor ekan. Xullas akalar, bir narsada e'tiborli bo'lamiz. Bu narsaga natijali almashtirishgan, rema almashtirishgan 3-4 marta takror bo'lgan. Mana shu narsani orqasidan foydasidan kelyapti. Bu odam o'sha bog'lanib ketyapti. Jonli omon bo'lsin. Internetda hamma narsa ham yomon emas. Foydali narsalar juda ko'p. Videoga like bosib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar.